alaykum. Va alaykum assalom. Obi turg'izvoy. Aya bildagi griza ushlab qoldimi? Yo'q, men kelayotganini eshitib, yuragim tovonimga tushib qoldi. Men choy damlay. Nima desa aytganlik bo'lmasa nasib buziladi. Uyga ammam keldi, endi peshsha ochganim seziladi. Ha. Opa, yaxshi keldingizmi? Dadangiz ammangizdan buncha qo'rqadi? Qo'rqmaydi, hurmat qiladi. Chunki dadam bunday paytda ammam ko'tarib ketganda, qarab tur hozir bitmaydigan ishlar hal bo'lib ketadi. Ammajonim, ammama, sizda katinamda keladi. Nima gap, jiyanjonim? Mana ayam xotinimda 6 oydan beri uyga jo'natmayapti. Kelinlar bir yilda bir uyga bor ekan-da. Ha, kelin poshsha, qaydan chiqqan zakon bu? Hop. Ketavering kelin. Yurakni endi joyiga soldim, yana tovonimga tushib qoldi. Voy, ammajonim muncha yaxshisiz, yuragimda naqshsiz. Voy. Nima meni jimpircham kiyib oldingiz, kelin? Ha, necha kun bo'ldi bu jimpir sizniki bo'lib qolganiga? Meni qizlik payti kiygan jimpirim-ku. Voy, men ham shuni aytayotgandim-da, kiymang. Bu opamniki-ku, oyoq kiyimlaringizni tozalab qo'ydim. Yaxshi, mantini boshlang. Ha, bo'ladi. Voy, har gapirganda qaynam tirilib kelganday bo'lyapti-ey. Ammajonim mehribonim jaltiraydi ko'zi, kelinlarni qaltiratadi. G'irt inasini o'zi. Kelin, ha deb ukamga sakravermang. Siz ermas, ukam sizga er bo'ladi. Voy, qaynopam telefon qilyapti. Qara, 3 ga sayma, ammam yo'q qolar. 1 2 3. Xo'p bo'ladi. Yo'q qoldi. Qayerga ketdilar? Nima bo'ldi? Nima bo'ladi? Ammamda ham qaynopasi ketdi. Voy baraka topsin opam. Yuragim og'riyapti deganimga turshak tashab ketibdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Belim og'riyapti desam, dumba tashab ketibdilar. Ammajonim, ammama, Mehrdaryo farishtam, boshingiz bo'lsin omon. Ammani yomon deydiganlarni 100% o'zi yomon.